Xazinem Tortil Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. İnternet tor orqali uyda o'tirib bu darslarımizga qo'shila olasiz. Türk tili, ingliz tili, arab tili, xitoy tili, german tili, uyg'ur tili, kompyuter sistemi kodlash darsi. Turkiya, Qibris va chet ellardagi universitetlarda o'qishni xohlamsiz? Qiynamsiz beshingizni qottirmay, biz bilan aloqalashing. Güzel minutlarda yana uchrashdik. Do'stlar, yaxshimisizlar? Men Ahmadjon Emin. Hayat mamatda besib o'tkil bo'lmaydigan ang bo'lmagandek, bardoshlik berolmaydigan qiyinchilikmi yo'q. Qiyinchilikqa bardoshlik berganingizda bora-bora qiynalib qolmaydigan bo'lasiz. Özlüksiz tirishqiningizda kunlarning osonlikqa qarab yo'l olganligini ko'rasiz. Faqat voz kechmay bardoshlik berganingizda cho'qim yaxshi natijalar sizga keng quchoq ochadi. Hayotlikda yashaydiganmiz cho'qim yaxshi ruhiy holat yetildirishimiz lozim. Umidvor holatda turib, har bir ishga kirisha olmagan asosda ko'ngil ko'ksimizni keng tutib, bak ko'p ishlarni qalbimizda saqlamasligimiz afzaldir. Ruhiy holat sog'lom bo'lsa, hamma ishlar osonlikqa qarab yuzlandi. Yo'qitib qo'ygan narsa uchun beoromlik his qilmaymiz. Kichikkin mag'lubiyat sababidan o'ngsizlik his qilmaymiz. Hayot xuddi bir piyol choyga o'xshaydi. Bir umr emas. Faqat birdamlik qayg'ular qirtiq tetidi. Bugungi tirishchiligimiz atidagi baxtning asosi. Bugun tatgan jafo mushaqqat atidagi baxtning mo'li so'ldir. Xuddi konlarning aytgandek, jafo tortmay halovat yo'q. Kishi cho'qim badal to'lishi kerak. Shundaqla ham jahonda bekorlik ish bo'lmagandek, cho'qim tirishish kerak. Boshqalarning mol dunyosiga hasad qilmang. Shundaqla ham boshqalar erishgan baxtga havas qilmang. Har qanday muvaffaqiyatning keyinda biz o'ylabmi boqmagan badal to'lashlar bo'ldi. Biz faqat va faqat boshqalarning muvaffaqiyat qozongan holatini ko'ramiz. Lekin ularning qanchalik jafo tortganini bilmaymiz. Boshqalarga hasad qilgandan ko'ra ko'proq vaqt chiqarib o'zimizni yuksaltirganimiz yaxshi. Faqat o'zimiz munavvar bo'lsaqla, hamma ish osonlikqa qarab yuzlandi.